Birodar, dunyoning g'amini ko'tarmang. Alloh taolo hammasini taqsimlab qo'ygan. Dada, tuya olaylik, bozorda tuya arzon bo'libdi. Qancha bo'libdi? 1 tanga bo'libdi. 1 tanga bo'lsa ham yo'q tanga. Dada, tuya bozorda 100 tanga bo'libdi. Mana birodar, o'g'lim 100 tanga. Borib tuyani olavering. 1 tangalik vaqtida olmadik. deydi. Arzon bo'lgan vaqtda olmadik. Birodar, Alloh qachon taqdir qilgan bo'lsa o'shanda olasiz. Bugun mashinamiz bor. Bugun 80 benzinda yuradi. Alloh taolo o'sha benzinda yuradigan summani sizga Alloh taoloning o'zi taqdir qiladi. Alloh sizga yaxshilik beradi, 95 benzinda yuradigan mashina taqdir qiladi. Aynan o'shanga yarasha pulni ham Alloh taolo sizga taqdir qiladi, birodar. Zerikmang. Dunyoni tor olmang. Qachon Alloh xohlasa o'shanda bo'ladi. Bugungi kunda mana 30 yoshga kirdik. Hali uylanganimiz yo'q. 30 yoshga kirgan o'rtog'im, sinfdoshim bugungi kunda 4 ta farzandi bor. Birodar, bo'laversin. Alloh taolo sizga qancha rizq